Anlasak, bu yerda chiroyga qarab hammani biladigan birisi bor ekan. Atoydan shuni zakadik. Yezda mehmon keldi, da'vatime. Mehmon keldi. Chiroyingizdan qarasam siz puldormi, baxtlikmi emas? Qishingiz qop-qora, ko'zingiz ham kichik ham yumuloq. So'z setiqqa ancha baq qiziqib ketmaysiz, lekin oilaga ko'ngil bo'la olasiz. Mening fahishxonamga berib, ishligingiz bormi? Pal etishini bilib hech qanday ish ko'rib baxmagan o'xshaydi ular. Bu sakralik to'mpaylarga qanday taqabul turishni bilaman. Bütün xayyoni o'zimnikidek his qilyapman, ha? Eshakka mingiz qanday qilish bo'ldi? Tasmi bir. Yana boshqalarga pal ichib qo'ygan o'xshamamsiz. Nimaga pal ichib qo'yaman? Anglashimcha, sen odamning ko'nglidagini ko'rib yetalaydi ekansan. O'zim yolg'iz seni izlab kelishimning sababi bo'lsa, hozir cho'sunda podshohlik o'rniga ko'z tikayotgan bir necha yil bor. Agar sen iqtidoringni ishga solib, shu odamlarni aniqlab bersan, Qandoq? Men podshoh bo'lamdi ekan. Faqat siz podshoh bo'la oladiganlar deb qo'ysangiz yetarli. Bunchalik qilib ketmang.